kvadrat, lekin 3 xona deyaptilar uy egasi. Men bu yerga gapni to'g'risi, kuxunniy studiya bo'lsa, 4 xonaga kiradi. Sizlar kommentariyaga yozib ketinglar. Mana shu 3 xonaga kiradimi yoki 4 xonaga kiradimi? Lekin mana shu holi ham juda ham katta, televizor ko'radigan joy qilib qo'ysangiz ham bo'ladi. Ana endi birinchi zaldan boshlaymiz, operator. Mana shu kattagina zal 84 kvadratlik novostroyka 10 qavatlik binoni 5-qavatda joylashgan. Lifti ham bor. Chipsiz, o'zingiz qo'lingiz bilan ishlatsangiz bo'ladi. Juda ham katta lifti. Mana shu kattagina zali, televizor, hamma sharoit bor. Duxkontorni katyol turibdi. Har bitta xonasiga trezasi bor. Mana shu yaxshi mebel ham bor. Endi kattalar uchun yotoqxona. Mana shu duxpanli divan bor, televizor zona bor, o'zini garderob, shkaf, termos zona, hamma sharoiti bor. Faqat kirib, ko'rpa to'shak bilan yashash kerak. Mana bu birinchi xona, ikkinchi xona, bolalar uchun yotoqxona, uchinchi xona. O'zini garderob shkafi bor, ikkita divanchasi bor, tumbuchkasi bor, sharoiti juda ham yaxshi. Bu uchinchi xona hol hisobga kirmaydi, holni hisob qilmaymiz. Mana bu esa 4-xonaga kiradi, chunki kuxunni mana shu yerdan ограничение agar bo'lib qo'ysangiz, novostroykani mana shu yana bitta xonaga kiradi. Kuxunniy studiya deyiladi, yevropeyskiy 84 kvadrat, narxi esa 94500. Yana sunnatiga muvofiq ozgina savdosi ham bor. Kim agar xohlasa, men 94000 pulim yo'q, ipoteka qilmoqchiman desa agar 30000, 40000 boshlang'ich to'lov to'lasangiz agar mana shuni ipoteka qilsangiz ham bo'ladi. Mana shu xolodilnikni ochishga ulgurmagan, buni ham ochib beramiz.